Birinchida turgan inson Abdulla Qodiriy 1938-yil qatag'onga uchradi, otildi va kafansiz ko'mib yuborildi. Ikkinchida turgan inson Mirzo Ulug'bek 1449-yilda o'g'li Abdullatif topshirig'iga binoan bosh tanasidan judo etilgan va xuddi mana shunday dafn etilgan. Uchinchida turgan inson Muhammad Shayboniyxon. Muhammad Shayboniyxon 1510-yilda Eron hukmdori Ismoil Safaviy bilan to'qnashdi. Bu to'qnashuv Shayboniyxonning vafoti bilan yakun topdi. Jangdan so'ng Ismoil Safaviy buyrug'iga binoan Shayboniyxonning jasadi topiladi va boshi kesib olinib, boshining suyak qismidan sharob qadah tayyorlanadi. Qadah esa oltin bilan bezatilgan holatda Misr hukmdori Falajga yuboriladi. Bunday qilishligining eng asosiy sababi Falaj Shayboniyxonni juda yaxshi ko'rib e'zozlagan. Sababi esa ularning ikkalasi ham mazhabda sun'iy edi. Ismoil Safaviyni esa bilamiz.